Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun doim bizga yo'liqadigan bir masalani hal qilishni o'rgatmoqchi. Yana bu qaysi masala degan chaqda Wi-Fi'imizningki, ya'ni uyimizning to'rininki aslab ketishi ba'zida aslab ketadigan ishlar bo'lib qoldi. Bu sabab nima degan chaqda bu sababning biri hamda bakjiq odamlarga deb berish orqali Wi-Fi'ga bakjiq odamlar kirib olsa-mo Wi-Fi'ning surati aslab ketadi. Bunda bu qaz qanday qilmaymiz degan chaqda Wi-Fi'ning nomerini bakjiq odamlar bilib ketdi. Wi-Fi'ning surati aslab ketdi. To'g'ri chiqsa shunda eg'ir bo'lib qolsa, buni hal qilish uchun biz Wi-Fi'ning maxfiy nomerini o'zgartirishga to'g'ri keldi. Buni o'zgartirish uchun qanday qilamiz degan chaqda Wi-Fi'ning maxfiy nomerini o'zgartirish uchun chuqum shu Wi-Fi taqatquchini modem yoki bo'lmasa router shu narsaning cho degan chaqda nimasi kayni tarafida bizga nimasini berdi degan chaqda IP adresini anondan cho degan chaqda shuningki kirish ismini, hesab nomerini, aniki maxfiy nomerini yozib qo'ygan bo'ldi shu modemning yoki routerning ostiga. Biz shu yerga qarab turib cho degan chaqda biz shu yerga qarab turib nimamizga routerimizga kirib maxfiy nomerini o'zgartiramiz. Undaq bo'lsa, avval biz tor ko'rguvchimizni ochaylik. Tor ko'rguvchimizni ochgandan keyin ust tarafiga normalda mushkul shakldan boshlandi. 192 cheket 192 cheket 168 cheket 1 cheket 1 bu xil shaklda chiqadi. Ba'zilarining 01, ba'zilarining 10. Bu nima degan chaqda bizningki shu Wi-Fi taqatquchninki nimasi tanshak qismiga kirish uchun lozim bo'lgan bir adres. Endi men enterni bosdim. Adres cho degan chaqda bu bat ochilgandan keyin cho degan chaqda bu yerga admin deb yozdik. Ostiga cho deganda Turk Telekom yozdim. Enterni bosgandan keyin cho degan chaqda nima deydi degan chaqda bizdan bu routerga kirish uchun maxfiy nomer belgilamsa yangidan deydi. Asliki zavod maxfiy nomerini o'zgartirib yetamsa deydi. Bu maxfiy nomer bizniki Wi-Fi'ga chiqadigan, yoki to'g'ri chiqadigan maxfiy nomerimiz emas. Bu faqat Wi-Fi'ninki tanishish qismiga kiradigan maxfiy nomer. Hamma yana o'zini elishtirib qo'ymanglar. Andan keyin bu yerdan cho degan chaqda agar o'zgartmaydigan ishib qolsa, bu yana o'zini geç degani bosgandan keyin qanday bo'ldi degan chaqda Wi-Fi'ning ichki tanishish qismiga kirdi. Ya'ni sizlar mushu ko'rinishga kiradigan bo'lsangiz cho degan chaqda Wi-Fi'ning tanishish qismiga kirgan bo'lasizlar. Bunun ichidan cho deganda kablosiz degani bosamiz. Kablosiz degani bosgandan keyin cho qarasanglar mana SSID deb binasi turdi. Uning ostida cho SSID shifra deb binasi turdi. Unda bo'lsa cho degan chaqda biz bu yerdan cho degan chaqda buni o'zini o'zgartirib qila olamiz. SSID deganimizning o'zini men ismini o'zgartira olasizlar Wi-Fi'ninki. Mana anondan keyin cho degan chaqda ostiga cho Wi-Fi'ning cho maxfiy nomerini cho o'zgartira olasizlar bu xil shaklda. Men Wi-Fi'ninki maxfiy nomerini o'zgartdim. İsmi bu, maxfiy nomeri bu. Andan keyin cho deganda qaydat degani bosgandan keyin cho qaydat degani bosgandan keyin hozir meningki routerning o'zi o'chib qayta qo'zg'aldi. Hozir qarasanglar mana bu qaydat degan nimasi cho'klayotdi. Saqlaymiz birdan. Mana qarasanglar hozir bu yerda umidvor deb bir Wi-Fi nomerisi paydo bo'libdi. Buni o'ziga cho degan chaqda bog'lan degandan keyin mendan maxfiy nomer so'raydi. Maxfiy nomerini cho deganda to'g'ri holatda kirgandan keyin cho ilari deganni bosma, andan keyin bu yerda maxfiy nomerini to'g'ri kirgizgan bo'lsam, hozir bu to'g'ri ulanadi. Ya'ni demak bu orqali sizlar Wi-Fi'ning surati aslab ketgan bo'lsa, maxfiy nomerini almashtirib olish orqali bu masalani hal qila olasizlar. Bugungi videomiz bu yerda oyoqlashdi. Sizlarga bir ozroq foydasi tekkan bo'lsa, biz bundan mamnun bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga Allohga omonat.